Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 7-may. Aldı bilan hammamizning do'ppi bayramimizga muborak bo'lsin. Uyg'urligimiz, do'ppimiz bilan Uyg'urligimiz, o'zimizni so'yishimiz, o'zimizning madaniyatini qadrlashimiz bilan. Leksiyaning bu sahifasida men aldı bilan saminglarga bu bir hafta ichida dunyo iqtisodida nima ishlar bo'ldi, mushu mazmunlarni sunmoqchi. Anadan keyin Uyg'ur korxonchiligi haqida o'tgan qitimliq leksiyaning davomini so'zlamoqchi. Unda bo'lsa bu bir hafta ichida bizning diqqatimizni tortgan ishlar qanday, iqtisodiy ishlar qanday? Birinchisi, Amerikada ishsizlarning soni ko'paymoqda. Ko'payib hozir 33,5 millionga yetdi. Ishsizlarningki persentlik sundusak, umumiy emgak kuchining ichida 15% adam hozir ishsiz degan gap. Iqtisodshunoslar bu sonni yana ko'paydi, toki 6-oygacha ko'paydi deb mo'ljallamoqda. Ikkinchisi, yer shahar xarakterlik ba'zi davlatlarning, ba'zi shaharlarningki vabo tufaylidan to'sib olgan shaharlarni, davlatlarning qatnash transport tijoratlarini to'xtatib qo'yishi yoki cheklashi, bu cheklamalar bekor qilinishi ergashib dunyoda iqtisodning asli kelishiga nisbatan azroq umid ko'rildi. Shuni shu paycheki bozorda bu o'zining ifodasini topdi, paychekida azroq ko'tarilish bo'ldi. Üçüncüsü, iqtisodshunoslarning ichida yana bir qism kishilar deflation yuz berishi mumkin. Ya'ni Amerika iqtisodi deflation yuz berishi mumkin degan bir qarashda bo'lardi. Bu deflation degan nima desa, inflation, deflation degan ikki so'z bor inglizchada. Inflation deganimiz pul paxalligi, ya'ni qo'lingizdagi pulga bir narsa setib olsangiz, keladigan miqdori az bo'ladi degan gap. Ya'ni pul o'zining qiymatini yo'qotadi degan gap. Deflation degancha desa, uning aksicha, ya'ni tovarlarning, mulozimatlarning bahası tuvan. Qarmoqqa bu iste'mol uchun yaxshidek. Iste'molchilar bir tovarlarning, mahsulotlarningki, mulozimatlarning bahası tuvan bo'lsa, ular burun jiq pul to'lab olgan narsani hozir az pul to'lab olish mumkin. Shunaqmi? Lekin bu yerda ish unda oddiy emas. Mol bahasining tuvanlishi, mulozimatning tuvanlishiga ergashib, odamlarda iqtisoddan ansiraydigan bir psixik shakllanib qoldi. Shunaqla odamlar to'xta atiqchi saqlab turay, o'g'inchi saqlab turay, mol bahasi yana tushishi mumkin deb pul xajlamaydigan shunaq bir ahvol bo'ldi. Agar hamma odam shundoq ko'pincha odam yoki iste'molchi odam shundoq pul xajlamasa, bahoning tushishini tuvallab, tushishini kutib, nima bo'ladi? Korxonalar vayron bo'ladi. Shu tovar ishlab chiqargan, shu mulozimatlarni ta'minlaydigan shirkatlar vayron bo'ldi. Ular yoki maoshni qisdi xizmatchilarni, yoki xizmatchilarni ishdan bo'shatdi. Natija nima bo'ldi? Iqtisod texmi chekindi. Ishsizlik texmi ortdi. Biz dedik, iqtisodning ishida iste'molchilarning pul xajlashi nihoyat muhim deb. Korxonchilarning pul xajlashi muhim, hukumatning pul xajlashi nihoyat muhim deb. Agar bu pullar xajlanmasa, iqtisod yana chekindi. Shunga bu deflation, ya'ni mol bahasining uzluksiz kam deganda 6 oy shundaq tuvalishi, pul paxallik bo'lmayli qolmasdan, balki shundaq mol bahasining tuvalishi bak yaxshi xabar emas. 4-chi nuqta sizlar bilish tegishli. Xitoyning Wuhan shahrida bayqalgan bu vabo to'g'riliq har xil gaplar bo'lib ketdi. Buning kelib chiqishi, zaten taralganlik to'g'risida, bu hatto ikki davlat o'rtasida bir so'g'uq munosabatlar urushni hozir barpo qilib bo'ldi. So'g'd urushdan keyin so'g'd urushiga yarg'i tursapgandek ish bo'ldi demak, vaboning ta'siri. Mush ish to'g'risida ikki davlat bir-biriningki ayblashga o'tdi. Masalan, Amerika qo'pab, sen shu vaboninki mohiyati to'g'risida yo'shirganliging uchun bizda ahvol ig'irlab ketdi. Demsam ig'irlab ketdi. Amerikada 1 million 300 ming odam bu kasal bilan hozir diagnoz qo'yildi. Buning ichida 70 necha ming odam o'lib ketdi. Qaragan chaqda bu son kasal bo'lganlarning soni 2 millionga yetib, o'lganlarning soni 100 mingdan oshib, to'xtaydigan o'xshaydi qaraganda. Demak, bu bir cho'ng baloi, ofat, bir talafat bu. Buning nisbatan aytganda Amerika xalqi ning ichida Trump hukumatini ayblaydigan ish va, ya'ni sen tadbirni yaxshi qilmading deb Trump hukumat qo'pib Xitoyni ayblaydi. Demak, bu ishlar oxirida nuqul gap urishga aylanmay, balkim bir-biriga nisbatan bir amaliy jazo yurgizishga berib taqilgandek turdi. Hozir Soyuzga elab chiqqan paranglardan qaramoqda Trump hukumati Xitoy qarata bir necha xil
jazo yurgizishni o'ylashayotgan o'xshaydi. Ya'ni Xitoy shirkatlarining Amerikada tijorat qilishini cheklash yoki Xitoyninki sanoatiga texnikasiga zarur bo'lgan Amerikaningki ba'zi texnikaga aloqador mahsulotlarni setib bermaslik. Shuning bilan birlikda yana 1-ayning 14-kuni, bu yil 1-ayning 14-kuni imzolangan savdo kelishimini bekor qilish. Menimcha bu notayin, chunki Trump 11-oyda yana saylanib tushdi. Iqtisod pek chekinib ketsin bo'lmaydi. Lekin endi shuni da'vat qildi. Ter tarashdi o'tamdi yoki qilandi biz uni hozir o'qimaymiz. Shuning bilan birlikda hammadan yomoni bu Xitoydagi ta'minlash zanjirini uzib tashlashni o'ylashayotgan o'xshaydi. Amerika bu degandek o'zini ufuqsizlar yer sharishining ta'sirida Amerikaning nurg'un kapitalistlari Xitoyga mablag' silab zavodlarni, texnikalarni yetkazib berib, u yerda Xitoyningki dunyo savdo tashkilotiga kirgandan keyin dunyoninki yasash markaziga aylanishdan kuch qo'shgan ular. Vladimir Ilyich Leninning bir gapi bor, kapitalistlar foyda desa, foyda ish qilgan desa, o'sha o'zining bo'yniga sertma qilib soladigan jipnimi, og'amchinimi qarshi tarafga sepib degan bir gap bor. Hamda ba'zi ahvollarni hamda shunday tushuntirish, shunday suhbatlashga to'g'ri keladi. Bu xuddi bizning tilimizda magi pul desa, manfaat desa, bolasini setib uchun, xerinishni setib uchun yanmaydi deb ayblaydigan bir iboralar bor, shunga o'xshash. Şu Amerikaning kapitalistlari shu pul manfaat qo'g'lashib, foyda qo'g'lashib Amerikaga nimaga borgan? Xitoyga yetkazgan. Mana bu qitim vabo buni shu xil ishniki balki to'g'rilab ketmaydigini oshkorildi. Masalan, shu meditsina sohasida ishlatiladigan qo'g'dinish xarakterli kiyimlar, doktorlar kiyib oladigan maskalar va hatto shu Amerikada kasallar yeydigan dorilarning ba'zi muhim tarkiblarimi Xitoydan kelgan. Mana mushular degandek, mana mushin narsalarmi Amerikadan yo'qab ketib ketgan. Xitoydan akilgan bo'lib ketgan. Trump hukumati mana mush ishni qilamiz da'vatida. Ya'ni ba'zi Xitoyningki Vietnam, Laos, Bengal, Hindiston qator bu davlatlarga zavodlarni yetkazsanglar yoki Amerikaga yenib kelsanglar yoki Meksikaga qo'shni davlatlar Shimoliy Amerikadagi Meksikadagi davlatlarga yenib kelsanglar, shu yerda amgak azan demakchi. Biz pullarni beramiz deb mush gaplarni qilyapti. Yaponiya hukumati allaqachon bu qarorni chiqarib bo'ldi. Ya'ni 3 milliarddan ortiq pulni ajratib oldi. Ular sizlar zavodni yetkazsanglar, biz pul beramiz deb. Albatta zavod yetkazgan vaqtda odam yetkazildi, uskunlar yetkazildi demakchi. Lekin u yetkazgan vaqtda muayyan ziyonlarni tortdi. Chunki o yerlarni ular zavod sog'an, binolarni tashlab qo'yib ketgan gap, shunami? Bu pulni hamda bir to'lab bermasa, ular hargiz o ziyonga chidamaydi. O'sha turishni xohlaydi, lekin mayada mundaq bir nim bo'lgandan keyin hukumat pul beramiz degandan keyin ular baribir 28-16 da belki ziyon tortib ketmayotganmiz, hukumat bergan ekan deb chekinib chiqish mumkin. Yevropa ham o'ylashyapti degan gap, Yapon o'ylashyapti. Nima o'ylashyaptimi? Hindistonmi shu Xitoydagi xalqaro shirkatlarning mingni biz zavodni shu davlatimizga akamiz deb buni tirish yutibdi. Agar shunday bo'lsa, Xitoyning yasash sanoati nimjonalik tushib qoldi degan gap. Bu xuddi dangliq naqshchining tilini kesayotgandek gap. Shuna o'xshab qoladi. Xo'sh, endi biz bu vabo keltirib chiqargan har xil salbiy narsalarni dalvadik. Ishsizlik andoq ishib ketdi, ishsizlik mandaq ishib ketdi deb. Endi buning bir yaxshi tarafi bormi deb o'ylashganlar bo'lishi mumkin. Ba'zilarning ko'zicha buning bir yaxshi tarafi havo klimatini yaxshilash, pokizlash yerda havoning bulg'anishini tuvantish foydasi bor deb qarayotdi. Chunki zavodlar ishlamagandan keyin, zavodlar to'xtab ketgandan keyin tutun gaz chiqmaydi degan gapda, shu bulg'anish havoninki saflik darajasi biroz yaxshilab qolgan bir foydasi. Undan sirt yana shaxsiylarning nuqtasidan aytgan vaqtda, garchi kishilar uyda tug'andek, uyda turib ishlayotgandek, ba'zida ishsiz qolgandek tug'an bilan, ammo ular hayotga nisbatan boshqa qaraydigan, haddidan ziyod iste'mol qilishdan o'zini tortadigan, haddidan ziyod maddiyatni qo'llashdan o'zini tortadigan, hayot haqida, kishilik munosabat haqida, o'lim haqida, sog'lomlik haqida o'ylashadigan shunday bir faylasufcha
xarakterga ega bo'lishga boshladi deydigan manda qarashga odamlar bor. Bu bir bu qadar shu vaboning ta'siridan kelib chiqqan biroz pozitiv, ya'ni aktivroq elementlar deb qarayotganlar bor. Xo'sh, endi men gapni shu yanala karxanchilik to'g'risida bir mazmunga o'tkay. Ben 2005 yıl 2006 yılı deyman. New York vaqt gazetida shunday bir maqolani o'qidim esimda. Uni mening rangarang xotirlar deydigan blogimda uni yozgan, ya'ni so'zlamay turib so'zlatganlar deydigan temada uni yozgandim. Uning esimni qilishicha, uning yozgan asosligi mundaq. Ya'ni 2006 yilda yozilgan bir bu maqolaning temasi ingliz tilini bilmay turib muvaffaqiyat qozongan korxonchilar deydigan tema. Buningda 3 shaxs bor, 3 shaxs. Felix Guzman deydigan bir Meksikadan kelgan adam New Yorkka buningdan hozircha olgan, hozirni hisoblsak 50 necha yil bo'ldi degan gap. Shu vaqtda maqola yozilgan vaqtda New Yorkdan Meksikadan New Yorkka kelgan vaqtda bu adam 40 yil burun kelibdi ekan. Kelib aşağıda tirishib ishlab, eglik tiklab aşağıda nima bo'pti desa, cho'ng boy bo'lib ketdi. $20 million qiymatidagi boylikning egisi bo'pti. Nurg'un odamlarni ishlatgan shirkat qurdi, ingliz chiqmaydi ekan. Bildiğin şu seniorita ustad mucha bonita degan shu ispanchkan yoki yes no shular. Birisi shu kishiningki hikoyasini debdi, ikkinchisi Zhang Yulong deydigan bir Xitoy kishiningki, Xitoy mamlakatidan kelgan kishiningki New Yorkda bundaq 45 adamı bor, $30 million qiymatidagi boylikqa ega bo'lgan, telefon kartchisi satadigan, telefon satadigan, shunday tijorat bilan shug'ullanib 45 odam ishlaydigan $30 million shirkatning egasi bo'lganligini yozibdi. U odamma shu jiq bo'lsa bildig'ini do you want to phone a car? Shu gapni biladigan, boshqasini o'qimaydi ekan. Yes no'dan boshqasini o'qimaydi ekan. Ana uchinchisi koreyalik Kim Chi Chol deydigan bir kishi ekan, Janubiy Koreyadan kelgan. Bu kishi New Yorkda shu kiyim tikish korxonasini qurib shuna beyib ketgan. Nurg'un pul va shuna korxonchiga aylangan ekan. Bu uchining o'rtaq alayligi nima desa, hammasi ko'chman, inglizni o'qimaydi. Yoki asraf o'qidi, lekin masalan, lekin chu desa, ananingki ularningki ma'rif saviyasi nima desa, boshlang'ich saviyasiga ega. Boshlang'ich saviyasiga ega. Lekin madaniyat ma'rif saviyasi bak yuqori emas. Lekin shu bular buna fursat izlaydigan, jafodan qo'rqmaydigan, ba'zi ishlar tavakkilchilik qilgan bunday xarakter bor ekan. Bu 3 kishining shunday o'zining davlati bo'lmagan Amerika davlatiga kelib, shu davlatni makon aylab, shu davlatda eglik tiklab, shunday boyga aylanganligi bizning shunday tarbiya ko'rgan, tijorat qilib boqqan, bir ish qilib boqqan korxonchilikga nisbatan bir turtgan. Undaq bir gap bor. Har bir kriz ba'zilarga fursat, ba'zilarga xiris deydigan gap bor. Yoki har bir xirisning o'zimi ba'zilar aqlli odamlar buni fursatga aylantirdi deydi. Endi qarab boqaylik, bu ishlar qandoq bizga qandoq fursatlarni olib kelish mumkin deb. Biz korxonchilik to'g'risida so'zlayapmandik. Men o'tgandagi gapimda dedim, shunday zavod qursak, yasash sanoatini barpo qilsak, naqadar yaxshi, buning qandoq ortiqchiligi bor, bu nima ishlar bo'ladi dedim-ku. Endi gap buni qandoq quramiz deydigan masala bor. Qurishda nimalarga diqqat qilamiz deydigan gap bor. Albatta, buni quradigan odamni biz korxonchi deymiz. Korxonchi degan kapital, yer, kapital, texnika, o'zining talant ta'minini jo'lashtirib ish qilgan odam bularni tashkillab. Shunga yer noyda muhim. Yer muhim degan vaqtda qaysi davlatning qayerdan yasat olamiz? Masalan, zavod qursak, zavod qurmoqchi bo'lsak, nereden zavod quramiz? Zavod qurgan vaqtda o'ylaydigan yer albatta yana bexatarligi, bozorga yaqinligi, qatnash tuguniga yaqinligi, xomashani to'shishga afzalligi, xomashya manbasiga yaqinligi, anadan keyin hukumatningki shu tijoratchilarga tutgan pozitsiyasi kengchilmi yoki har xil ishlar jiqmi, baj siyosati degandek narsalarni o'ylash kerak albatta. Bu nima deganimizda, yer deganimizda, yerni tanlashda, zavod soldigan yerni tanlashda mana bu narsalarni o'ylash kerak. Anandan keyin texnika deganida u qanday narsani qilishimizga bog'liq. Ya'ni milliy tibobat dorilarini ishlab chiqarilgan, dori ishlab chiqarilgan zavod quramdiq. Unda bo'lsa bunga ketgan texnika qanday bo'ladi? Bu chaqda milliy tibobatning bo'lgan ekan, uningda maxfiy retsep bo'ladi. Uyg'ur tibobatining retseplarini bilamiz degan gap bu texnika. Endi qanday yasash masalasida shu ishlar retsep bo'yicha bo'ladi-ku, yasashda. Lekin yasash ketadigan
narsani biz nima deymiz? Kapital deymiz. Bu kapital degan so'zni kishilar aniqroq tushuna olsin. Manda birisi pul muomala kapitali bor. Bu banklar pul muomala bozoridagi pay cheki, yo pul bularni ko'rsatsa pul muomala kapitali. Bizning iqtisod deyotgan, men hozir deyotgan kapital, zavod deyotgan kapital. Ash pul muomala kapitaldagi pullardan foydalanib, qarzilib bo'lsin yoki o'zining pulini ilib bo'lsin, zavod uskunlarni setib olganni, bino solgan mushlarni kapital deymiz. Demak, shu qanday uskuni kerak, qanday zavodning mahsuloti kerak, zavodning saymonlar kerak deganlar bu kapitalga berib taqiladi. Buni o'ylash kerak. Anandan keyin korxonchilik iddiasi bo'lgan bu odam qanchalarga tam qilishim kerak? Bu men ishlab chiqarmoqchi bo'lgan narsaga bozor bormi, yo'qmi? Buning qancha raqobatchim bor? Agar Uyg'ur tibotining dorilar bo'lsa, uning raqobat bo'ladigan ish yo'q. Chunki bu o'zgarish bir masala bo'lishi. Ammo agar maska ishlab chiqar, masalan, bir gapni dedik, Xitoyning yasash sanoatida ta'minlash zanjirini uzishni planlayapti deb. Agar unda bo'lsa, qanday bo'ldi desa, ayni vaqtda shu vayron bo'lgan shu yerlik, shu davlatlarning shu sanoatlari balkim asli kelish mumkin. Chunki ular maskani, ya'ni ba'zi mahsulotlarni Xitoydan akramagandan keyin, akrash ta'sir bo'lgandan keyin yoki uni tanarqi chiqib keyin, tanarqi ig'ir to'xtagandan keyin bular o'zlari zavod qurishga, o'zlari ishlab chiqarishga kirishishi mumkin. Shu davlat sanoat siyosat jihatdan bu xil sanoatni yo'laydigan, to'liqlama beradigan ishni qilish mumkin. Ya'ni sen zavodni qur, sen maska ishlab chiqaradigan, ya'ni azon setib turamiz sanga. Men sana mablag' jihatdan manchalik qo'llayman. Manchil sana sendan bajamayman deyish mumkin. Shunday fursatlar kelamdi ekan menda buni kuzatib turish kerak. Demak, shu ta'minlash zanjiri navoda to'sqinlik uchirsa, har qaysi davlatlar o'zining shu davlatlarda o'zininki rayonlarda ma'lum ishlab chiqarish sanoatini qaytadan asliga keltirsa, albatta uni bu erkin bozorda uni ko'pinchisi xususiy korxonchilarga, shaxsiylarga havola qiladi. Ularni siyosat jihatdan yo'laydi, mablag' jihatdan yo'laydi. Endi shu xil fursatlarni tutish kerak. Bir kichik zavoddan birini qurib, masalan, maska ishlab chiqarsam, boshqalarni ishlab chiqaradi albatta uni. Foyda va narsa hammadan kiradi. Unda bo'lsa, bu endi vabo mazgilida bu maska bo'lgan talab jiq. Vabo tugab ketgandan keyin tuvalish mumkin. Shunday bo'lsa-mi, sog'lomlik degan ayt muhim. Bu palay deymiz, shunama palaymi muhim. Unaga nisbatan hozir talab bak yuqori bo'lgan bilan talab bir xil tushib ketmaydi. Azroq tushadi, lekin turaqliq bo'lish mumkin. Nimishqa desa, odamlar kasal bo'ladi, doktorxonalarga boradi. Shu maskalar, palaylar, hatto tozliq qog'ozdek narsalar, mana bularning hammasi shunday ishlatilib turadi. Shunga tozliq qog'ozi yasaydigan kichik zavod qurmoqchi bo'lsin, Uyg'ur korxonchilarimizda, yoki bo'lmasa kiyim-kechak zavod qurmoqchi bo'lsin, va yoki bo'lmasa milliy tibobatning dorisi ishlab chiqaradigan dori zavod qurmoqchi bo'lsin, va yoki bo'lmasa shu sog'lomlikqa oid mahsulotlarni ishlab chiqaradigan zavod qurmoqchi bo'lsin, cho'qim bozorni kuzatish kerak. Bu korxonchininki o'zininki tijorat iqtidoriga bog'liq. Ya'ni bozorda kimning maskasi baqiy qilyotdi? Shu rayonning o'zida, shu davlatning ishida setyapti yoki boshqa davlatga eksport qilyapti. Uning agar men shu maska ishlab chiqaradigan bir ishni qilmoqchi bo'lsam, buning ketadigan nima ketadi? Qanchalik adam ketadi? Qanchalik pul ketadi? Biz zavodni qurish uchun 1 million pul ketamdi, 200 ming dollar pul ketamdi, 5 adam ketamdi, 6 adam ketamdi. Bu malni qandaq nereden zakaz alaman, kimga sotaman deydigan. Shunga avval bir tasavvur bo'lish kerak, o'y bo'lish kerak, ondan plan bo'lish kerak. Ondan keyin boshqa xil omillarni, masalan, texnika, mablag', yer degandek narsalarni shunday o'ylash kerak. O'ylashib turib, bismillah deb ishni boshlasak, menimcha yaxshi bo'ladi. Shu vaqtning o'zida yasash sanoatiningki, Xitoydagi yasash san'ati biroz ta'sir o'tkazdi. Uning ham yana ta'minlash zanjiriga ta'sir o'tkazdi. Bu ta'minlash zanjiri deganimizda shu mahsulot ishlab chiqarish uchun, zavod ishlab chiqarish uchun oxirgi hisobda iqtisod shu manda deymiz-ku, birinchi kasb deymiz, tabiatni bevosita aloqa qilib, masalan, paxta terib, ochliq elishni paxta deymiz.
ikkinchisi shu birinchi tabiatdan ilingan mahsulotni, birinchi kasbda paydo bo'lgan mahsulotni uni yasash orqali boshqa mahsulotga aylantirish. Pechinan masalan, bug'doydan pechinan yasasak, bu ikkinchi sanoat bo'ldi. Yasash sanoati bo'ldi. Andan buni opirib satsak, bu uchinchi sanoat bo'ldi, ya'ni mulozimat bo'ldi. Qaraydigan bo'lsak, bug'doy tergan odam qaragan vaqtda pechinan ishlab chiqargan odam bayroq, pechinan ishlab chiqargan odamga qaraganda bu pechinani satgan odam bayroq. Shunga odatda iqtisodiy taraqqiy qilgan rayonlarda, iqtisodiy taraqqiy qilgan jamiyatlarda milliy daromadni yaratish ko'pincha vaqtda shu mulozimat kasbida yaratildi. Hamda mulozimat kasbining tegtakni qilmoqda nima ko'rib taqildi desa, bular u ikkinchi kasbga, birinchi kasbga berib tayinladi. Agar yasa sanoatimiz ular nimani sotadi? Masalan, to'r orqali har xil setishlar bor, har xil mahsulotlarni u yoq bu yoq setishlar bor. Avval mahsulot bo'lg'achqa, andin setish bo'layotgan gap. Şu agar shuna bir zavodni qursak, shu o'zimizning ta'minlash kichik doirada o'zimizning ta'minlash zanjirini shakllantira olamiz, kasblashtira olamiz. Ya'ni birisi qo'pab bizning masalan deylik, tasavvuri doğru ishlab chiqarilgan zavoddan birini qo'ysak, biz doğru ketilgan ba'zi o'simliklarni, ba'zi narsalarni birisi terish kerak. Ya'zan yada kasb ko'lamlashtirib, kasblashib birisi shu mahsulotni maxsus siz uchun terib berish kerak. Buni terib bergan odam bir foydali, u necha odam ishlatadi. Endi siz uni aklab zavodda ishlatib doğru yasash uchun xizmat olasiz. Sizningki injeneringiz bo'ladi, texnik xodimlaringiz bo'ladi, buxgalteringiz bo'ladi, maliyani tutgan odamingiz bo'ladi, boshqaruvchingiz bo'ladi, ishlaydigan ishchingiz bo'ladi degandek. Bu yoqda bir qism odamlarni siz bu yerda ishlatsiz. Anandan keyin siz mahsulotni ishlab chiqargandan keyin bu sizning mahsulotingizni shu rayonlik bozorda, mamlakatlik bozorda, xalqaro bozorda shunaqa sotadigan bir turkum odamlar bo'ladi. Vakolatchilaringiz bo'ladi degan gap. Bu yana bir qism odamlarni xizmatga o'rlashtirdi. Demak, shundoq bir xil bir zanjirni barpo qilish orqali bu yerda ta'minlash zanjiri deganimizda shu mahsulotning putishi bir doğruna mesela bir Uyg'ur tibobat doğrusidan bir doğru bo'ldi desak, bu doğru odamni chiroyini yosh ko'rsatadi deydigan iqtidor bor desak, buning xomashiyasini birisi tersa, o'simlikni birisi tersa, uni to'shib akilib, nimaga zavod ishlab chiqarish, ishlab chiqargandan keyin uni chiroyli qoplarga silib, markalar bilan amballarga tiqib, andin uni iste'molchining qo'liga yetkazuvchi bo'lgan ahvol ostida bunu o'rab qachilash, marka chaplash, televizorda e'lon qilish, gazetda e'lon qilish, to'rda e'lon qilish, setish, bexatar yetkazish jarayonida ba'zi bir hodisalarning yuz berib qilishining oldini olish uchun uning sug'ur setilish degandek ishlarning hammasi, ya'ni mashina bilan to'shamda, aeroplan bilan to'shamda, parok bilan to'shamda degan narsalarning hammasi shu ta'minlash zanjirini paydo qiladi. Agar shundoq bir zavod bo'lsa, shundoq bir ish bo'lsa, masalan bir zavod qurilsa, bir zavod bilan nurg'un odamlarni ishga o'rlashtirib qo'ymay, ya'ni bir kichik doiradagi mustaqil bir igilikni tiklik bo'ldi ko'pchilik. Butun kasblar bog'lashib ketgan. Birinchi kasb teriqchilik, ikkinchi kasb yasash, uchinchi kasb setish mulozimat. Anandan keyin sizning qo'lingizdan kapital molni jiq satgan sira, siz bir necha yil foyda ko'rsangiz, o'zingiz turayotgan yerda IPO shirkatninki nimasini bir bank bilan birlashib shirkatninki pay chekini bozorga solsangiz bo'ladi. Foyda ko'rsatilgan uzluksiz o'ta foyda ko'rsatsangiz 3 yil. Siz yoki bir necha yil siz shu shirkatingizning payini bozorga solasiz. Payingizni bozorga solgandan keyin bo'ldi sizning shirkatingizning qiymati necha 10 narsa, hatto necha 100 narsa ko'payib ketadi. Shu dastlabda 2 million bilan mablag' solgan odam necha yilning ichida siz 200 million dollarlik odam bo'lasiz. Pul olgandan keyin qayda qilsiz? Do'miltisiz uni, aylantirasiz uni, ya'ni nurg'un odamlarni olasiz. Bu shu har xil kasblarda o'qiyotgan o'zimizning yoshlarimizni olasiz, ish izlayotgan odamlarni xizmatga o'rlashtirasiz, ba'zilarini tarbiyalaysiz, texnik xodim qilasiz. Demak, o'zimizning odamlarga ishsizlik tufayli qab qilayotgan beliq pasi yeydigan holatdan o'zi beliq tutib yeydigan bir holatga keltira olasiz. Buningki korxonchilikning foydasi nihoyat ko'p. Tarixni eslab boqaylik, tarixni. Musa Boyevlar avlodining bizga Uyg'ur madaniyatiga keltirgan qo'shgan to'psi naqadar buyuk.
ayni vaqtda shunda tasdiqlarda ayni vaqtda kun xurumzodni g'o'jig'i ta'sis qilib shu jarayon tatgan jafolari bir turkum odamlarni texnik ishchi qilib shuni bilan madaniyat gullanib meleklik ishchilar ko'payib texnik injenerlar ko'payib yasha ularning kunlik hayotida yashashimi rangalashib hayotdan bahar ilishimi yaxshilab shuning bilan shuni masalda ma'rifni kuchayib umumiyozda bir ko'tarilish bo'lgan shuning biz ojiz qaqshab o'tira olmay zarlab o'tira olmay tamaq qilib o'tira olmay ümidsizlanib o'tira olmay shu korxonchilar kapital va odamlar aqli va odamlar ish qilib boqqan odamlar birga kelib korxona qurishni qilsak nihoyat yaxshi bo'ladi o'zimiz turayotgan davlatlarga foyda qilamiz o'zimizga foyda qilamiz yaxshi odamni kim yaxshi ko'rmaydi faqat nachar odamlar o'ch ko'rdi yaxshi odamni nachar odam hasadxo'r odamlar o'ch ko'rdi endi dut odamlar yaxshi odamni o'ch ko'rdi agar yaxshilab yashasak ya'ni yaxshilik bilan biz ko'tarila olamiz yaxshilab yashasak ishlarimiz yaxshi bo'ladi davlatlarga boj to'laymiz o'rnimiz ko'tarildi demakchi shunga shu nuqtani har qaysi zangin kishilar cho'qim o'ylashib beqish kerak rahmat sizlarga